Xitoyning Belgiyadagi Konzi institutining mudiri josuslik bilan ayblandi va mazkur davlatga kirish cheklandi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Bruselga joylashgan Virginia Universiteti Konzi institutining mudiri Song Shinmangning josuslik qilmish sababli bundan keyin Belgiya va Yevropa Schengen rayonidagi 26 davlatga kirish cheklandi. So'ngning xalqaro munosabatlar professori ekanligi va 2016-yili Virginia Universiteti Konzi institutining mudirligiga tayinlanganligi bildirildi. Sharq Turkistonda siyosiy hasharoliq kelgan har kuni atigandagi bayroq chiqarish marosimida Uyg'ur jamoat arboblari tutqun qilindi. Xotandagi kent mudirlaridan egallangan ahvollardan ma'lum bo'lishicha, har dushanba atigan ilib berilgan bayroq chiqarish marosimida soqchilar Xotan Cho'ng bozor Bo'ston masjidining imomi Tursun To'xti qatorliq 10 kishining ismini chaqirib, ularni marosimga kelgan 500 kishining ko'z oldida qo'llariga qo'y silib yig'ib olish lageriga olib ketgan. Kuzatuvchilar Xitoyning jamiyatda obro'li kishilarning xalqning ko'z oldida tutqun qilish orqali psixikalik besim tushirayotganligini aytdi. Kanadada Sharq Turkiston masalasi tonishtirildi. Torontoga joylashgan tadqiqot universiteti bo'lgan Rison universitetida o'tkazilgan "Dunyoni Xitoydan qutuldirish uchun oldi bilan Sharq Turkistonni qutqizish lozim" nomli yig'inda Sharq Turkiston masalasini tonishtirgan Uyg'ur faoliyatchi Ruqiya Turdosh xonim kanadalik o'quvchilar bilan fikr almashtirdi. Xitoyning Hong Kong alohida ma'mur rayonida minglagan kishi qatnashgan namoyishda namoyishchilar Xitoyning rasmiy axborot organi bo'lgan Xinhua agentligining ishxonasiga hujum qildi. Janubiy Xitoy sargisining xabar qilishicha, Xitoy oldingi kuni rayonga bo'lgan kontrollikni kuchaytirganligini e'lon qilgandan keyin texnik ko'p erkinlik talab qilgan Hong Kongliklar ko'chalarga to'kildi. Namoyishda soqchilar minglagan maskalik namoyishchini tarqoqlashtirish uchun yosh oqquzish bombasi va yuqori besimli suv ishlatdi. Yamandagi Iran qo'llayotgan Husiylar mazkur davlatda 2015-yildan buyon davomlashayotgan to'qinishlarda 4250 sudonlik askarning o'lganligini bildirdi. Husiylarning harbiy bayonotchisi Yahya Sari poytaxt Sanoda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Yamanda 2015-yil boshlangan to'qinishlarda 4253 nafar sudonlik askar o'ldi. Bulardan 850 nafari 2015 va 2016-yillarda o'lgan dedi. Uzundan buyon siyosiy davolg'ish davomlashayotgan Yamanda Iran qo'llayotgan Husiylar bilan hukumat qaramog'idagi kuchlar orasidagi to'qinish uzilmadi.